tuman hokimligining qog'oz sotib olish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun 3,5 million so'm. Tuman hokimligiga kanseriya mahsulotlarni xarid qilish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni qoplash uchun 3 million so'm. Hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 12 sentyabrdagi (172) sonli qaroriga asosan qishloq xo'jaligini mo'ljallangan yerlar sochdan tushgan tushumlar hisobidan Hazorasp suv yetkazib berish xizmati BMO'ga 1 milliard so'm mablag' ajratish to'g'risida. Keyingi masalamiz tuman hokimligining qo'riqlash xizmati bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar, ya'ni aholi uchun 270 million so'm. Keyingisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 fevraldagi PK 49 sonli qaroriga asosan tumandagi 9 dona og'ir mahallaga mablag' ajratishimizga shu mablag' mahallalar uchun 2,5 milliard so'm ajratish. Bu obod qishloq jamg'armasini o'tkazib berish uchun tuman hokimligini ajratishi kerak. Keyingisi Hazorasp tuman hududidan o'tuvchi temir yo'l bo'ylarini obodonlashtirish, atrof muhitini toza va ozoda saqlash hamda hududning obodligini ta'minlash uchun temir yo'lning ikki tarafini temir devor bilan o'rash uchun zarur bo'lgan xarajatlar uchun 4 milliard so'm tuman obodonlashtirish boshqarmasini ajratish. Ham oxirgi masala xalq deputatlari Hazorasp tuman kengashining bo'shab qolgan 5-sonli Beruniy saylov okrugining deputatini saylovi bilan bog'liq xarajatlar uchun 61 million 978 ming 950 so'm tuman hokimligini ajratib berish masalalarini tasdiqlashni so'rayman. Jami 16 ta mashina bor. Bundan 5 tasi Volkswagen zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Bittasi Riamobil 10 ta Damas rusumli mashinalar bilan xizmat qilib kelmoqda. Ulardan tashqari hududlarda 6 ta shoxobchada, ya'ni tez tibbiy yordam ko'rsatish vaqtdan o'tish uchun shoxobchalar tashkil qilganmiz. Bu shoxobchalarimiz Yangi bozor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 32-oilaviy poliklinikada, keyin Barkamol avlod Chorvador oilaviy shifokorlik punktlarida, keyin Karvak qishlog'imizda 33-oilaviy poliklinika shoxobchalar bor. Jami 6 ta shoxobcha joylashgan. Shuningdek, o'sha tez tibbiy yordam xizmatida 50 ta shifokorimiz xizmat ko'rsatib kelmoqda. 145 tasi feldsher, 76 tasi haydovchi, 7 tasi kichik tibbiy xodim faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Xizmat ko'rsatib. Bu 50 o'rindan markazda 10 o'rin xirurgiya, 10 o'rin pediatriya, 10 o'rin neurokirurgiya, 10 o'rin bolalar xirurgiyasi hamda terapiya bo'limlari bor buning ichida. Markazda 219 nafar tibbiyot xodim, shulardan 30 tasi shifokor, 110 tasi tibbiy xodim, 79 tasi kichik tibbiy xodimlar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ham Hazorasp tuman tibbiyot birlashmasi qarashli tumanlararo qo'shma kaslanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari markazida 25 o'rinda aholiga pullik tibbiy xizmat ko'rsatish tashkil etilgan. Bundan bizlar o'zimiz tibbiyot birlashmamizda o'rtacha 150 million so'm mablag' tushum bo'ladi, o'zim kirim bo'ladi bizlar o'zimiz tibbiyot birlashmamizda. Shuningdek tibbiyot birlashmamizda qarashli barcha oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlik punktlari, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, statsionar bo'limlariga 2026 yil 1-iyundan boshlab vazirlikning 399 buyrug'iga asosan barcha qog'oz hujjatlar elektron tizimda yuritiladiganlar to'xtatildi. Biz qog'oz variantda hujjat olib boramiz. Kasallik varaqasi bo'lsin, tibbiy ma'lumotnoma bo'lsin. Bu borasida 2-3 marta hujjat xatam chiqardik. Tibbiyot birlashmasida demet tizimdan o'tildi. Lekin tez tibbiy yordam bo'limi endi viloyatga qarashli bo'lsam, viloyatga tegishli to'g'ridan-to'g'ri viloyatdan boshqaruv bo'lsam, bizning tibbiyot birlashma bilan integratsiya yo'q, ular ishlab turgan dasturida. Hozir shifokor bemor olib kelsa tibbiyot birlashmasidan hozir aytib o'tgan qo'sh jarohatlarni o'tkazib yo'llanma berish bilmaydi. Yozma ravishda, elektron ravishda. Hozir bizlar qiynab turgan masala shu.
tez tibbiy yordam mashinasi, doktorlari hammasi viloyatga qarashli. Oilalarni ham shundan oladilar, tizim ham boshqa. Bizlar demak tizimimiz bilan integratsiya bo'lmagan. Bemor kelsa, shifoxonaga yotqizish kerak bo'lsa, yetkazishda muammolar bor. Ular yo'llanma bilmaydi, qog'oz varianti endi bizlarga bermaydi, lekin integratsiya qilish arafasida. Deputatimiz Bahodir aka bu o'rinli savol ko'tardilar. Endi men hozir deputatlar ham kengash raisina bir iltimosimiz bor edi. Ushbu masala sessiyani qarorini yozgan vaqtda bir punktini viloyat bo'limingizda deputatlar nomidan yoziladigan taklifingiz bo'lsa, ushbu masalani yaxshilash bo'yicha hozir aytib o'tsangiz, biza qaror qismini bir qismini viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasina shu narsada amaliy yordam berilsin deb turib sessiyani qarorini chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Lekin uning uchun o'zingiz taklifingizni aytib o'tasiz, deputatlarimiz qo'llab-quvvatlasa, shuna qarab qarorga bandini kesib qo'yamiz. Taklifingiz bo'lsa, ushbu masalani yaxshilash bo'yicha tumandagi tez tibbiy yordamni aholiga tez yetib borishi va samarali xizmat qilish uchun nechta yordam kerakligi bo'yicha takliflaringizni berasiz. Biz ham sessiyani qarorini berib, viloyatingizdan taklif kiritamiz sessiyani qarori bilan. O'zlarimizning oilaviy poliklinikalarda o'tirib vaqtcha qabul qilinaveradi. Hozir shuni Dimetda o'tirish kerak bo'lib turibdi. Ata-ona borib turib o'zlarimizning 34-soatli poliklinikadan Dimetda o'tirib keldi. Ularning ham bazasida gulinib turibdi, lekin bu yerda Maygovda gulinmaydi. Qo'shib qo'ymaydi balani. Keyin ata-ona qaytadan kelib, sizlar bu katta poliklinikada o'tsa gulinmaydi. Bu yerda nechik muammo bo'lib turibdi, nechik tizim da uzilishlar bormi, navbat turibdi. Ulanmayapman, ularning nasi bu yana ulanmayapman. Şu savolin, şu 10 damasının yaroqsizlari almashtirildimi? O'tgan yillarda va shularni almashtirish rejada bormi? Masalan, insult kasali bor, yuqori davleniya bor, infarkt bor. Shu mashinada olib kelincha o'zi bo'ladi ekan kasal. Menimcha sizning shu mashinalar orasida yaroqsiz tez yordam damaslar bor. Shuni bir ko'rib chiqishingizni taklif beraman. Yo'nalishi bo'yicha taklifini belgilasizlar, yaxshimi? Yana bitta taklifim bor. Inoz tibbiyotda yagona elektron tizimga o'tiladi. Endi bu sekin-sekin bo'ladi. Bir narsani sizga taklif qilmoqchi edim deputat sifatida. Shu kompyuterda o'tirgan mutaxassislarga tez-tez seminarlar, bir tushuntirish nimalar o'qishlar qilmasangiz, ko'p tushunmayapti. Biz ayna poliklinikaga ham bordik, kelaverishda bir o'chirt olincha bir nomeri bazaga kiritish mumkin bo'ldi. Keyin birsi-birsini aytadi. Ey qaraba, bilmayman, shuning holatlar kuzatildi. 2025-30 yanvardagi 17-son farmoni qabul qilindi. Shu farmonga asosan infratuzilmani ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil qildi. Bu tuman hokimliklari negizida tashkil qilindi. Undagi ajratilgan mablag'lar birinchi navbatda xalq deputatlari tuman shahar kengashlari qarori asosida mablag'lar sarflanadigan bo'ldi. Mablag'lar sarflanishi tuman darajasidagi og'ir muammolar, ijtimoiy muammolar, maishiy muammolar hal qilish uchun sarflanadigan bo'ldi. Endi tumanimizda o'sha mablag'lar sarflanishini ko'radigan bo'lsa, 2026-yilning o'zida 8 dona qaror chiqdi. O'sha qarorlarimiz hisobida 2 milliard 648 million mablag'lar ajratildi. 8 ta qaror bo'yicha chiqdi. Asosiysi aytib o'tadigan bo'lsak, birinchisi 250 million G'ofur G'ulom ko'chasida 1.6 kilometr piyodalar yo'lakchalari uchun tahdid qopnomalar yotqizish bo'yicha chiqdi. Bu xabarlarimiz bor. Bizning ijtimoiy davlat muammolardan aytilgan to'siq yaratish bo'yicha har bir shahar tumani topshiriqlarida asosiy gavjuyonlarga tahdid qopnomalar o'rnash vazifasini topshiriq berilgan. Shu topshiriq ijrosi bo'yicha ko'rgan bo'lsangizlar, yo'l ikki yon tarafdan tahdid qopnoma bilan shu tahdid qopnomalar o'rnatildi. Uzatilgan nelara tashkil qilinganligi bo'yicha savol berdilar. Marhamat, kimda savol bor shu bo'yicha? Marhamat. Mablag'lar ajratilgandan keyin ertaga moliyaviy tekshiruvdan qayta to'lab tushib qolmasligi kerak lekin.
bu narsaya qattiq e'tibor berasizlar, chunki deputatlar tasdiqlab bu narsani o'tkazgandan keyin moliyaviy tekshiruvda qayta to'layotgan bo'lsa, bu katta xatolik bo'ladi. Shuning uchun ajratilayotgan mablag'lari o'zlarining talablaridan kelib chiqib belgilanadi. Yana bir marta sinchkovlik bilan buyurib, o'rganib, iloji bo'lsa 2-3 qator o'rganib keyin ajratsangiz bu narsadan yaxshi bo'ladi. Tuman kengashida 2026-yilda 8 dona qaror chiqqan ijtimoiy infratuzilma mablag' ajratish bo'yicha. Haqiqatan ham prezidentimizning 97-sonli qarorining 8-bendi 3-xat boshida tuman ko'rsatib o'tilgan tuman hokimi birinchi o'rinbosari iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i hamda tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori kelishilgan holda xulosa taqdim qiladi. Kengashga kelishilgan holda xulosa taqdim qilinadi. Kengashda tegishli doimiy komissiyaga yo'l chiqilib, keyin sessiyaga kiritilishi belgilangan. Shu bo'yicha barcha xulosalari hamda sessiyaga kirgan masalalar bo'yicha takliflar hammasi yig'ilib, umumlashtirilgan hamma xulosalari yetarlicha e'tirof etib o'tmoqchiman. 8 masala bo'yicha. Faoliyatni davomlashtirish, korrupsiyaga qarshi kurashlarga qarshi kurashish tizimini samarali ishlashini ta'minlash va nazorat qilish borasida jinoiy ishlar amalga oshirib borilmoqda. Planimizda har dushanba kuni korrupsiyaga qarshi kurash kuni belgilangan. 2026-yil boshidan beri bu bo'yicha ishchi xodimlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 3-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurashish qonuni to'g'risida korrupsiyaga qarshi kurashish va uning asoslari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi qonun ustuvorligi, adolat, barqarorligining muhim mezoni mavzularida eshitish va rejalashtirilgan reja asosida amalga oshirilmoqda. Yerda uchib turishni vaqtinchalik yo bir avariya holatlari bo'lganini shu yoqda tashlashimizni takliflaymiz. Tushundingizmi? Aholi foydalanib o'tibdi, lekin tag'ma qilib urilmadi. Pulim bo'laman. Ben bir otoritesi nazoratçılık baktı, cerime mesela yazmışlar. Şimdi şu tuttuğu. Şu için doğumlar tapşırılandı. Peşet Hanım'ın başlarında. 3'te kamudan soğanın adamlarına ait tapşırılar değil mi? Şunun için rehberinize açsanız şu nazaratçısını koyup rehberin namına şöyle özünde arizalı istimalçılar. Arizanı alıp şöyle ona tam orkut şeydi. Kurtulmuş öyle. Peki böyle ötken 500 kum. Peki ona yaptığı 6,5 milyon. Diyelim adam şimdi otele bak. Oradaki meselemiz Özbekistan Halk Demokratik Partisi'nden teşebbüs var. Tumanımızdaki ijtimoiy xizmat markazi barib bu kadar o'rganish o'tkazdik. Endi bu Zaras tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazida 6 ta sho'ba bor ekan. O'rganish natijasida yo'l oldik. Buning birinchi sho'basi bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi ekan. Ikkinchisi katta yoshdagi fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish sho'basi. Uchinchisi ijtimoiy to'lovlarni to'lash sho'basi. To'rtinchisi nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ishlash sho'basi. Chiroyli o'tdi, savollar, qo'shimcha takliflar, ayniqsa tibbiyot birlashmasi bo'yicha ko'p kamchiliklar aytib o'tilib ketildi. Bu masalalarda tomonidan bo'lgan kamchiliklar, takliflar hammasi sessiya bayonnomasini kiritib e'lon qilinadi. Rahmat.